Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, bugun sizlar bilan juda ham ajoyib bo'lgan, hammaga teng yoqadigan, ayniqsa tushlik uchun kerakli bo'lgan taomlardan biri qozon kabob tayyorlaymiz. Buning uchun 2 kilogrammga yaqin mol go'shti hamda 2 kilogrammga yaqin kartoshkani mana shunday qilib tozalab, yaxshilab artib, o'simlik yog'iga qizarguncha, tillarang bo'lguncha qizartirib olamiz. Ana endi o'simlik yog'imizni ko'p bu yerda mana shunday 2-3 cho'michini o'simlik yog'ini olib tashlaymizda. Mana ozroqginasiga yaxshilab go'shtlarimizni ham qovurib olamiz. Ko'rib turganlaringizdek, demak go'shtlarimiz yaxshilab qovurildi. Ana endi azizlarim, yaxshilab ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi azizlarim, qozon kabobimizga xohlagan ziravorlaringizni solishingiz mumkin. Men go'shtlarni tuzlab qo'ygan edim, ozroqgina tuz soldim. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda qovuriladi. Ana endi qovurilgan go'shtlarimizni ko'tarib olamiz. Ana endi qovurilgan kartoshkalarimizni mana shunday holatda solamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, yana ozroqgina ziravorlar ham sepamiz. Yaxshilab ziravorlarni aralashtiramiz. Tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Ana endi go'shtlarimizni terib oldik qozonimizga azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, 1 piyola, katta piyolada suv solamiz. Ana endi mana qozon kabobimiz pishishni boshladi. Naqd 2,5 soatda tayyor bo'ladi azizlarim. Sog'lik tinchligimizni bersin Allohim, ko'rishguncha deb qolaman. Alloh hammamizni asrasin.